Assalamu alaykum, hörmetli körürmenler. Hazır men İstanbul'dan Ankara'ya mangan hemşehrilerimiz hakkında naq meydan qılmakçı. Hazır men inimiz Envercan'a ulaştım. Assalamu alaykum Envercan inem. Aleykümselam. Ha, emde olan davazınız. Hazırkı ahvaldan biraz kısıkçı bir düşençi bergen bolsanız inem. Hazır ne geldinler? Anandaki ki men hemşehrilerimizi ziyaret kılsam. Hazır şu Sultanbeyli tarafçıda biz 3 gün oldu hazır benim vatkılı. Aha. Hazır bir namaz okuş için bir çayxana geç, o çayxana kirdi. Aha. Birinci günü şu 15 Temmuz körükten ötkenliğin başlagandan Aha. keyin şu üçten keyin tarafında Aha. saqçılar bizligi oluşup bizni tepip şu virus sebeplik hazırcha menişka bolmaydiganligini aytib bir 10 kilometr 15 kilometr daire içinde mangmay başka ülkemiz dep xilini qilib baqsak unumay mashin qilib hep mangde ala şu almışıp rayonda yetkep da boluğa kadar saqçılar almışıp başka şekilde ifade keyin yerden qaytırıp İstanbul'a kelip hatta öygiçe öyni aldıgıç geldi. Aha. Tünegim yani tekrar bandık. Aha. Bugün bandık. Tünegim bugün Jimjet men vaktimiz yine devamlı. Aha. Şu hemşerilerimizdeki asaslık talebi şu Aha. hazır 5-6 yıldan beri çetelge çıkkandan beri hiç qanday bir izdirgini alanmagan, nerede ekenligini bilmegen, hatta telefonda mı görüşemegen şu farzandlarininki xabarini ilish uchun şu bütün dünyada xalqaraga o'zininki ovozini anglatish, xalqaranınki bir gündem tertipleme qilib, bütün dünyanın diqqatini o'zimizga torta olamizmikin, şu bütün dünyadaki xalqaralik inson haqlari tashkilotlari bo'lsin, adolat sevgan vijdonliq şu mayli kino chulponlari, futbol chulponlari, mayli siyosiy yo'llar, mayli davlat şu Amerikaning, Fransiyaning, Kanadaning, Angliyaning degandek şu boshqonlarga Geçe avazımızı anlatish maqsadida müşta men watıdı. Bunun başka bir nimesi yok. Qağın hem de başka bu bilmeyen watkan hemşerilerimizin qağın tafsilatını oqsaq mı buldu? Eğer menga başka bir nimeniz bolmasa, sualınız bolmasa. Bu inim emde asaslık hemşehrilerimiz sani qançalik anandan keyin farzandim näde degan şekilde men watydy şunda ama şu temada. Hazırma sizinki avazınız sel tövenroq kelyapti da, belki hemşerilerimi tez anlaşı mümkün. Şu telefonu sel yakınroq akip aldım. Hemşerilerimizdeki menişi ballarım evladımdan xabar alamadım. Şu xabarını ilish asas maqsad. Şunun için men watydy. Hemşerilerimizdeki hazırki sani 7. Bir bu bir hemşerimiz var ama şu tilni yaxshiroq biladigan hamda inglizcha manchimich bilan turkcha ham yaxshi biladigan şu hemşerimiz var. Şuna ondan koşup toplamda 8 kişi menvatımız. Hazır ahvalimiz mı? Bulduğunda hemşerilerimiz beren halıgan yani şu ziyaretimizi kabul kılışını halıgan hemşerilerimiz alsın. Şulardan biraz bir suallarını sorayım. Yani bir şey de hemşerilerimiz mi deydi o enaklam. Yani bir müşü bizimki müşü tilimizni düşünüp atkan köp kişiler düşünüdü. Mesela Kazak, Özbek, Kırgız, Tacik deyince köp kişiler düşünüdü. Müşü kişilerinin mi özününki siyasi yolları bolsun, çolpalları bolsun, başkanları bolsun, aşılağa şu hemşerilerimizin ahvalini, prezidentlerinin ahvalini yetkizip için arxil tillada özünün tillari da azda yazma çıkılıp müşünü yetkizip koyuşunu asaslık müşünü belki bir talep kılmadı da bütün kardeşlerimizden müşünlara ehemmiyet verişini ümit kılıyorum. Hazır şu Kalbi Nur Edeşki birey. Tamam. Böyle menutkan, küçük menutkan hemşerimiz. Buldu. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxshi. Özünüzü bir qısqacha tunuşturup, vatandagi farzandlaringiz haqida azroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Men özüm Qashqar şəhərdən ismim Qalbi Nur Tusun. Mening 7 balam var. 7 balamnınki
Hem beşi vatanda qolgan, ikkisi yanımda, hem yo'ldoshim vatanda hozir. Men ballarım bilan shu 2016 yenib chiqdim. Yenib chiqqandan keyin men yo'ldoshim akab qo'yib ketgan. Akab ketgandan keyin ballarning pasporti chiqib, u yanga elib keldigan Turkiyaning biletini olib bo'lgandan keyin yo'ldoshimni tutib shuningla 15 yillik kesayotgan xabarini angladim. 2018 12 ayning 24-i 3,5 yoshda qolgan qizimninki bir videodan elingan bir videodan yani qizimni tunib oldim. Boshqa bolalarımning nerdeligini bilmeyme, hayat mı öldü mü hiç qanday bir şekilde aloqalashamadim. Shu sabab bilan men 2017'den başlap bolalarımni izlashga vasıf tushgan bo'lsam, hozirga qadar hech qanday bolalarımning uchuriga erishamadim. Hozir qo'lingizda bor rasmni bir ko'rsatib qo'ying ekranga. Qo'lingizda bor rasmni. Buldu. Men hozir shu 2023 ayning 8'i biz shu bolalarimizni izlab shu 10 ayol nima qilgandik, birga kelib bolalarimizning nishida bir ilgirlash qildiganga bir meni paqli boshliqlardan iltimos qilib paqil deb bir yilning yaqin bütün tashkilotlar, Turkiyadagi boshliqlar shularning bir yordami bilan, destekleri bilan shulardan bir maslahat so'rab, ular yo'l ko'rsatgan paytda mangduq kallimizga nima kelsa shuni qilib baqdik. Anqaraga berib va boshliqlar bilan ko'rishimizda bir oy saqlab randevu talab qilsak, randevuimiz hozirga qadar davom etyapti dedi, randevu yo'q bermadi. Shuning bilan o'xshash vaqt yani 2021 3 ayning 8'i yana shu bolalarimizga bir yil bo'lgan vaqt yana bu ishimizni yana mang'ile deb aslında biz to'xtatib qo'ymagan ba'zan yerlar video qilib maqdiq ba'zan yerlar video olmay shunda men bolalarimiz uchun harakat qilib kelayotgan hozirgacha. Hamda hozir sizlarni bu yo'lda to'xtatib qo'yishlik sabab asos bu kasal sababidan ma'mang datamda yoki bo'lmasa bundaq şekilde bir avaromanglar demakchimi? Masalan, men hech qachon to'xtatib qo'yib uyangga olib qo'ydi-ku. Bular deydi, hozir shu virus sababi bo'lgandikin bundan maqsang bo'lmaydi. Agar virus bo'lmagan bo'lsa, biz sizlarga eşlik etib, biz sizlar bilan birga bexatarliginglarni to'g'dab olib qo'ydik. Virus sababi bilan bunda nima qilsanglar ruxsat bermaymiz deb Istanbulga akilib qo'ydi. Hozir hamda akib qo'ygandan keyin yana mangdinglar. Uningdan keyin boshqa bir to'salg'i bo'lmadi. Hamda yo'ldagi masalan, yaningda kichik bolalar bormi yo'q? Kichik bolalar ko'rganda qildimmi? Ba'zi hemşerilerimizden yanında küçük balını. Bunda küçük balı yoktu. Küçük balıdan iki küçük balı var yanımızda. Aha. Şu tuncu günü mangan keçki şu saat 1'ge öyge ekip koydu. Ondan keyin yani üzümüz devamlıq menvatımız lekin azıra kadar aldığımızga kelmedi bir asaqçımız tosmadı menvatımız devam kılvatımız. Hazır şu piyade menvatamızla asaslıqı. Piyade menvatımız. Hem de bu jarayonda qanday bir yerliklarning boshqa bir adamli vayaldan o'tatamizlar yoki boshqa adamlar bundaq rayondan o'tgan vaqtida o'sha yerlikligini anlatyapsizlar yoki undaq qilmay udullam uzanning yo'lini davom qilyapsizlar? Başqalarımı aldığımızı kelip so'raganlarım bo'ldi. Bolalarimizning resmini ko'tarib mangdiq. Başqalarımı so'rab qo'limizdan kelgan bo'lsa, tikashki bolalaringlarni ekib bergan bo'lsak, eklaydigan bo'lsak deb jiq odamlar ishini og'ir qilgan bo'ldi. Lekin shu bolalarning resmi bilan shunda menvatimiz hozir. Ulardan nima talab qildinglar? Sizlarning qo'lingizdan akib berish kelmaydi, ammo duo keladi va yoki sizlar mushu ovozimizga ovoz qo'shash keladi, sotsial medyada tarqatib berish keladi deyaldinglarmi? Deyaldik. Bizning shu hozir bütün dunyodagi hamma odam hatta osmondagi odamlar bilan yerdagi odamlar telefonda ko'rishayotgan davrda biz shu bolalarimiz bilan ko'rishamayapmiz. Bizning müşterilerimizni sosyal medyada, televizor kanallarda qanday qo'linglardan yetishdi bizga bizning faoliyatlarimizni bir tarqatib bersanglar, bolalarimiz uchun shu bolalarimizniki patroq bir uyda bo'lishdi, ishlarimizga bir yordam qilgan bo'lsanglar deb shu gapni qildik. Allah razı olsun ana hemşirem. Hem de sizler bilgen bir ana boğuşunun kalbini insanlar nait yaxşı tuydu. Çünkü ana degen balası üçün otqumu kiraleydi, suğumu kiraleydi. Nimi bolsa üzünün cinini hem biraleydi.
Hem de bugünkü aşağıdaki farzatda senin farzatına o'xshash nurg'un farzatlarimiz inson qalipidan chiqqan shaklda bir kalısını, miğisini juyush, xitoylashtirish uchun harakat qilinyapti. Shu bolalar yani 10 yildan keyin borsak bizni tonimaydi. Tonimag'ida ahvol aklish uchun Xitoy butun kuchi bilan bunday qilyapti. Endi sizlarning mushtaq shaklda farzandim nerda deb maydonga chiqishinglar bu taqdirlashga mukofotlash tegishli. Hamda shu qo'limizdan kelsa har qanday shaklda sizga yordamchi bo'ladigan yerda biz sizlarni xato qilibdi, siyosatda anda bo'libdi, manda bo'libdi emas. Biz sizlar uchun biz orliqimiz yiroq. Ammo hozir qo'limizdan nima kelsa, shaxsan mening ekranim orqali sizlarga yordam qilib sizlarni shu ekranimga aklish qo'limdan keldi. Men buni qildim. Ham bundan keyin inshaalloh yana buni bilan to'xtab qolmay ya boshqa shaklda qo'limdan kelgan shaklda sizlarning bu faryodinglarni, bu zoringlarni, bu farzandlarimizning rasmlarini bo'lsa-mu har xil shaklda taqib berishga tirishchiligimizni ko'rsatamiz. Endi siz yana shu ekran orqali boshqa qarindoshlarimizdan yoki dunyodan nimani talab qilsiz? Qanday nimangiz bor, talabingiz bor? Bizning talabimiz hozir endi mengiştiki maqsadimiz endi talablarimiz bo'lsa, aş vatanda qolgan bolalarimizningki nerligini bilish, Anqaraga mengiştik planlarimiz bo'lsa, shu Amerika boshliqlari, Birlashmiş Milletler Teşkilat boshliqlari, Fransiya, Almaniya, bütün davlatlarni dilekçimizni berip şu bolalarimiz bilan bir ulaşgan bo'lsak, bolalarımızın xabarini bir alalagan bo'lsak, başqa ortiqcha talabimiz yo'q, faqat bolalarımızga bir uluşup bolalarning hayotmi ya öldürme hech qanday bir aloqamiz bo'lmagandan biz bek endish ichida qoldik. Shu bolalarımızga bir ulaşgan bo'lsak degan talabimiz va boshqa yani cho'ng arzu şeyler nimalarimiz yo'q. Hammamizning maqsadi shu bir bolalarımızga bir ko'rishib bolalarımızning bir hayotmi öldürme şu xabarini alalagan bo'lsak, haqiqatan bek cho'ng ish bo'lib ketibdi. Yani bir muhbir televizyon gazet chiqqanlar bo'lsin, cho'lponlar bo'lsin, ha bizga ash qo'ldan yordam qila oladigan qo'ldan kelgan har qanday bir nimalarni aymay bizning ishlarimizni bir nimaga taqib bizga yordam qila oladiganlarning quloqlariga bir ulashgan bo'lsa bizning ovozlarimiz, bizning dardlarimiz. Shuni umid qilamiz biz bilan musham mengayotgan anlar. Rahmat, Allah razı olsun. Bu bek müşkül bir yol, bek müşkül bir uzun sefer. Allah güç kuvvet versin diyeyim. Ama Uygur cemaatinden nimeni talep kılsın, nimeni kütüsüler? Uygur cemaatlerinin hemmisinin azırıkmış uçur devrede şu bizim asas kılalaydıgan işimiz uçurdan faydalanışken. Şu muhbir gazetçiler olsun, televizyon kanalları olsun, meyli çolpanlar, futbolcular olsun, her qanday zat kuludan yani ünlük adam bo'lganlar bizning müşterilerimizni yetkazib bersa, aşılar sebebinden bolalarimiz bilan bizningki bir araq kelish belki mushu kanallarda anglash orqali bizga yordam qila oladiganlarning quloqlariga yetib qolsa, bizning bolalarimiz bilan jam bo'lishga chuqur foydasi bor deb o'ylaymiz biz sherik anlar. Albatta. Allah asan qila. Anandan keyin boshqa Kızımның resmini kesib qo'yay sizga. Ko'rsam. Qaysi ashu kechini tushirayotganmi, endi mana qo'limda tutib olganmi? Ma ikki qo'lqini tutib turgan qiz shu meni. To'g'rilamayapman. Ha. 2024 WhatsApp'dan Uyg'ur qarindoshlar to'pidan tasodifiy ko'rib qoldim. Allah sakla şu sebillerimizni. Xabar bor, boshqa hech qanday xabar yo'q. Hozir shu turmaga 15 yil kesilganligi shundan xabar oldingiz. Bu xabarni ayolimi 2 yil burun anglagan, hozir qadar hech qanday shaklda ailemga ulaşamadım. Urug' tuqqanlarim bo'lsin, bolalarim bo'lsin, yo'ldoshim bo'lsin, hech qanday bir urug' tuqqanlar bilan aloqalashamadim. Aşınım oturup koyayım, bizden alaka vasıtamızın üzülgenliğine hemimizden siz benim tövcülü oldu bana anam böyle alakalaşan mavatıma demek nime diyende bizden alaka hakkımız mı? Alakalaştık bir hakkımız mı? İle ağalığı dek bir nesini oturup koyayım bağa yerimizde köygen kırındaşlarımız hem ferzentimizin nimesine oturup koyayım. Anandaki etrafımızda başka kırındaşlarımız var mı? Yani ben çıkışını halaydıgan. Baba. Eğer sizin gitmeniz olsa yani anlayayım sizin suallarınız ya ki yani yürek sözleriniz olsa.
Mening şu azırqı eng aşı başqa qarindaşlardan eng bek talep qildığım şu bizniki qo'limizdan keladigan iş hazır şu muxbirlar, gazetçiler, bizning datlarimizni taqtalaydiganlar shular bo'lgandikin cho'lponlar, meyli naqshchi bo'lsin, meyli futbolchi bo'lsin, meyli boshqa tarafdan bo'lgan cho'lponlar bo'lsin, ashlarga bir yetkazib, ashlar orqali bizniki boshliqlarimizga başlıklarımızın kulağına geçse, şular arkalık bizning balalarımız bilan bir yerga jam bo'lishimiz mumkin. Shuni bek talab qilman, shu bizningki ishlarimizni ko'plab taqib bergan bo'lsa. İnşallah. İnşallah Allah kılımızın gelişini kılımız. Her birlerine salih duada bulunuz. İnşallah Allah güç kuvvet versin deyime. İnşallah kulumuzun kelgenine hemimiz üzümüzden kulunun kelgen meyli ictimai taratqılarda olsun siz degендek. Meyli üzümüz tunuyduğun yerler olsun, meyli turuşluk devletdeki hükümetler olsun, meyli akbarat vasıtaları olsun, muhbirler olsun, kimgi olsun bunu yetkizişik inşallah tırışımız. Kulumuzun kelgenine kılımız hemşirem inşallah. Başka qarindaşlarım bolsa men ularni bir nima qilib olib, anandan keyin xulosalay. Bo'ldi. Men boshqa hemşehrimizga berayman sen. Ma'qul, ma'qul. Assalomu alaykum, qanday Aleyküm assalam. O'zingizni bir qisqacha tunishtirib qo'yam. Anandan keyin nima to'g'riliq farzandlaringizdan qaysi vatanda, qaysini iznikini qilyapsiz, shu to'g'riliq bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Ben Amina Muhammed. Vatanimdan Xotan şehirden. Şu sizlerden kutulgan yardımınız hem sizlerdeki yardım yani bizge yardım anlamda. Bütün dünyadaki çoğum ya olmuş Türkiye'de öldü demekmiz. Bütün dünyadaki barlık zontonlu olamdı, iş adamlar bulamdı. Yakıbımız adli pıkar olamdı. Bizge kim yardım kılarız, kimden koldan kesse. Yardım kılayat adamların hemmisinin kulağı bir yesken degen arzu edemdi. Çoğum o yardım kıs, bu yardım kıs degen ümit emez. Çünkü hem adam üzü kılayat karşına kıtıya. Şunun için hem de bizninki ballarımız bilen ko'rishamaganlikninki şu avazını bütün dünyaya anlatsak degan maqsadda bizga yordam qilayotgan adam yordam qilsin degan maqsadda yo'l. İnşallah. Allah arzu armanlarınızı yetkizsin. Allah işlerini asan kılsın. Ama siz üzerinizden farzandlar to'g'riliq bir haqida to'xtalib, farzandlaringiz haqida. Meniki farzandlarim 3 balam qaliq vatanda. 4 yaş, 6 yaş, 8 yaş küçük qalgan. Şu 5 yılın yüzü hiç qanday xabarim yo'q, aloqam yo'q. Yo'ldoshimni shu miyaga chiqib meni ochib qo'yib, miyaga o'rlashtirib qattiq ketgandan keyin shu yo'ldoshimga 15 yillik uy kuzatdi deb angladim. Shu yo'ldoshimning izlari yo'q ayni. Urug' tuqqanlarim bilan aloqam yo'q hech qanday. Shu bolalarim. Hozir yeningiz boshqa farzandlaringiz yo'q. 2 balam bor. Hanım bo'lsin, hanım bo'lsin. Bo'pti, u bola bilan nima bo'lsa, nima bo'ladi inshaalloh. Bir şekilde hamda shu farzandlaringizning rasm bo'lsa, rasmini ko'rsatib, mama mush farzandlar dang, chunki mani ko'rganlar shu tang sizdan ko'rsatgan rasmlaringizni dalil isbot shaklida bo'lsin deb shunga uni talab qilyapman. Tamam. Mavu. Oğlamın resmi, kızımın resmi. Mening keynimdiki, mening ekranimning keyindiki shu rasm shu ha? Oğlamniki resmini ko'rsatib ama telefonimda bor mana. Oğlam. Allah qilsin, Allah salomat qilsin. Allah razı olsun. Buludu inşallah. Şimal cennet kadar bütün insanların dünyadaki aşılmış. Dünyanın hem yerdeki insanın gibi aşı derdimizni anlap bir kuldan kesip bizga yardım qilishim bir taqib qo'ygan bo'lsalar. İnşallah. Başqa Uyg'ur jamiyatidan kutadigan va yoki nima qiladigan bir talab istaklarınız bormi? Uni mi deb qo'ying? Uyg'ur jamiyatini, Türk jamiyatini, başqa davlatlardan hamma insonlardan kutganimiz shu. Ovozimizni anglitib, hatta bizga shu yardım qilayotgan insonlar qadar anglitib berishni, tushuntirib berishni ashuni umid qilamiz.
Buldu inşallah. Hemimiz küçümüzden yetişti. Tırışçalığımızı köstümüz. Başka kerindaşlarım var mı yanınızda? Yani başka çıkışını arzu kıldığı var mı yok mu? Kamsiz. Allah kemaat demişsek Allah şanınızdan koysun. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Siz üzünüzni ve vatandagi balalarınız hakkında azırak to'xtalib berib, xabardor bo'laylik. Men Xotandan Sudunisa Abdulatif. Men 2016 Saudiya Arabistan'a bir ay turib ketme deb uydan chiqqan. Uyda 2 kun narisida balam qolgan. Shundan ketishga imkonim yo'q. Balalarni yolda ayrılib qolgan. Ya ovozini, ya chiroyini ko'rmadim. Shu men shu ayollar bilan balalar için shu yo'lga chiqdim. Balalarınız qancha yoshli qolgandi? Qancha yoshli balalar? Balamning cho'ngi o'g'il 6 yosh, kichigi 4 yoshda qolgan. Hozir o yo'ldoshingizni turmaga kesib etdimi? Hukm jazo lageridimi? Yo'ldoshim 2014 Xotanda tutib olgan. Baylanı tutgan çağda. Ondan keyin Saudiya Arabistan'a ketdi. Saudiya Arabistan'da yurtduğandan keyin Saudiya Arabistan'dan 2018 7. ayın 26'sı tutub algan. Şundan keyin Xitayga vatvatdı dep şu xabarni aldık. Benim 6 balam bulup 3 vatanda 3 dünyada. Çoğun kızım vatanda qalgan. En kichigim qalgan. Men hozir Turkiyada balam bilan Turkiyada. Şu balalığı pasport işletilmegen sebepten qilib qolgan balalar da şu vaqtning o'zida. Maşallah. Nüfus yok, kimlik yok sebep bilen balamı da veylem çıkıp ayrılıp kaldım. Şundaq. Hozir mush bir balaning ham rasmi bormi qo'lingizda? Oğlumның resmi dedi. Onu çıkıyorsun nimeye ekelik istediniz. Tamam. Sizning şu ekran orqali mush ko'rurmanlarimiz Uyg'ur jamoati ko'rdi bizninkini asosligi. Bulardan kutadigan umidingiz va bizdan qo'yadigan talablaringiz bo'lsa, uni devilang. Ekran orqali hammamizga bir anlansın. Bizning boshqa bir arzuyumuz yo'q. Şu til belirtgan ziyolilerimiz olsun, alimlerimiz olsun, şu avazimizni bir bütün dunyoga anlatıp koysa, biz bilen balalarimizni bir cem qilishga, kelish yordam qilib koysa, dünyanın her qaysi joylaridagi davlat boshliqlariga şu avazimizni yetkazib koysa, balaning dardida biz sang'ilib qolib qopdik. Bizning qo'limizda hech qilmadi. Yuragimiz bek dardga to'ldi. Eylerimiz olsa Xitoyning turmalarida ota-onamizdan xabarimiz yo'q. Ya qanda bitqanimizdan xabarimiz yo'q. Biz bu yerda alam ustiga alam shunday yashab keldik. Bizning ham taqdimiz yo'qmuş yo'lga chiqdik. Nimani ko'rsak mayli shu yo'lda. Bütün muxbir, televizyon, gazetçiler, çolpanlardan avazimizni yetkazib qo'ysanglar, tunishtirib qo'ysanglar shu bizni qanday bir taqtitgan o'rinlarga deb shu Buldu inşallah. Yani başka gap sözleriniz olmasa, başka qarindoshlarimiz bormi yo'qmi hemşehrilerimizden chiqishini nima qildigan, xohlaydigan? namoz o'qitibdi boshqa hemşehrilerimiz. Unda Envercan'a bering, Envercan bilan gapimni oxirlashtiraylik programmamizni. Rahmat. Allah hammangizdan razı olsun. Allah güç kuvvet versin. Allah ko'zlagan maqsadlarga yetkazsin inşallah. Inem Nayeti bir japalık seferge hemşerilerimizden bile atlanıpsınız. Sizden Allah razı olsun. Bu yol yaman japalık. Hem de hazır hemen uçuravatkan kıyınçılıklar nima? Onu biz sizden ağzınızdan alay dedim.
Tor yaxshi emas, Endi tor bu yaxshi. narsa muhim emas. Endi hozir moddiy qiyinchiliklarni nima qilsak, uni deyishdan hojat yo'q. Asosiyatda shu ovozimizni anglatish bekroq muhim bo'lyotidi. Mayli shu turk televizorlar bo'lsin, boshqa televiziya kanallar bo'lsin, yurt ishining Yevropa tarafından bo'lsin. Shu ovoz anlatib, butun dunyoning diqqatini o'zining ovozini anglatan bo'lsak, shu anda qolgan yataqshini o naslning qiyinchiliklari hech qancha masala emas. Agar aloqachilarga, muxbirlarga sizning aloqa numaringizni bersak bo'ldi-ku, ha? Aloqachiga muxbirlik sizning numaringizni bersak bo'ladi. Bo'ldi. Tamam. Tamam fikrim. Allah işlerini asan qilsin. Yana bizden kutadigan talablaringiz bo'lsa, uni deb qo'ying oxirida. Başka hamda xalqimizdan yo başqa masalan ko'p narsani kutmaymiz. Shu texmi shu müşterilerin qanday qilgan chog'da texmi yaxshi ovozini anglatib, bir boshqalarning kelmish farzandlarimizning xabarini ilishga, bir ko'rishib qanday qilgan chog'da texmi tez ulaşılı buldu, maqsad texmi tez yetkili buldu. Shu usullarni mayli siyosiyonlar bilan ko'rishib tunishtirish ahvollari bo'lsin. Qanday qilgan chog'da texmi yaxshi kun tartibga buldu. Shu usullarni bir başqa turib o'ylashib yo'l ko'rsatib degandek mayli siyosiy yo'l bo'lsin. Shu ishlarga ko'proq yarasibek bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi yine inşallah. Hemimiz qo'limizdan kelganda tirishsak inşallah yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O ko'rayotgan qarindoshlarimizni cho'qim bu nimani ko'rgandan keyin bu programmani anandan keyin cho'qim siz bilan nima qildi. Agar aloqalashadiganlar bo'lsa, sizning nomingizni bilmasa bizdan so'rasa biz cho'qim sizning nomeringizni, aloqalash nomerlaringizni ularga deb beramiz. Bir şekilde sizlarga ulaştıradigan ishni qilamiz inşallah. Tamam. Allah işleringizga osonlik bersin deyman yine. Sizga ko'p rahmat. Rahmat. Oxirida men tor yaxshi olmay, sal biroz ketib qilyotdi. Jumayni. Shu bilan programmani oxirlashtiray. Hemşerilerimizden hammasiga salom dang. Allah işlerini oson qilsin. Jumayni. Bo'ldi, rahmat. Ma'qul. Rahmat. Bo'ldi. Allohga omonat, barlik qilsin. Allohga omonat. Hürmetli görünmeler, hazır ben programını ahırlaştırma. Kögün oladek 8 hemşirimiz şu üzülen ferzentlerinin izlerigini kılış için İstanbul'dan Ankara'ya yürüptü. Bir neçe kıtım üyelerine kaytırıp ekip koygan bozma. Yanılam boşaşmay, onunlarla boldu kıp konmay. Bu hemşerilerimiz yana yolga çıkıptı. Bana piyade şekilde meğavatıdı. Envercan kardeşimizin tepsili ahvalını anladık kardeşlerim. Bu qarindoshlarımızga ahvol egallanmoqchi bo'lgan qarindoshlarım bevosita Enverjan qarindishimning WhatsApp nomerlarini izlab tepib sotsial medialarda, ijtimoiy tarmoqlarda bor. Agar topolmay ulashmaydigan ish bo'lsa, mening kanal ostida mening aloqalash nomerlarim bor. Ular orqali men aloqa qilishib qilsanglarmi bo'ladi. Men Enverjan qarindishimning nomerini qilman. Ham mushu kanalning ostiga Enverjan qarindishimning nomerini yozib qo'yay qarindoshlar. Buni ko'rgan qarindoshlarim Muş arqılıq aloqalashsanglar, texmi qulaylik, texmi yaxshi bo'ladi. Ahvol egallashga doir yoki bo'lmasa boshqa ulashtirgan muxbirlarni tunishtiradigan ishlarimiz bo'lsinmi, Enverjan orqali qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Hammanglarga Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.